Bo'ldi aka, o'lchab bo'ldi. Yozib qo'ydim aka. Bir to'lasi bittada расчет qilib olsangiz yaxshi bo'lardi. Aka, ertaga polni yopishtirib olamiz, bo'ldi, bitiramiz. Mana atversa nima aka? 14 ta. Atversalar mana bu teshuvlar aka, rozetkalarniki, kanalizatsiyaniki, smesителlarniki. Ha, bular ham pulmi aka? Bularni ham 3 dollardan teshamiz biz. 10 yil oldin ustalar qilishgan edi, lekin teshuvga pul olishmagan edi aka. Aka, mana bu atversalarni ham 11 dollarga sotib olamiz dedi. Kafilingizni teshayotganimizni sindirib qo'ysa, javobgarlik bizning bo'ynimizda bo'ladi. O'shaning uchun mana shunaqa atversalarga pul olamiz. 10 yil oldin ustalar qilgan edi. Tekinga teshib ketishdi aka, lekin. Aka, 10 yil oldin kafilni sopol bo'lgan. Kerak grantli kamroq bo'lgan. Keyin 10 yil oldin aka, bunaqa 20 kvadratli sanuzellarda 3 ta 4 ta atversalar bo'lgan, teshuvlar bo'lgan. Hozir qarang, o'zgarib ketganini aka. Usta akalar, sizlar ham mana shunaqa teshuvlarga pul olasizlarmi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar.